Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jundub ibn Abdullah degan sahaba aytgancha, biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga bo'lganda yosh ham jitis kishilar edik. Ham biz Qur'onga kirishgancha iymonni o'rgandik. Onlari Qur'onni o'rganganda biz onun bilan iymonlarimizni orttira edik degan. Bu so'zda anglashilgancha eng muhimi ol iymon ham iymon bilan bog'liq masalalar ekan. Agar da sen iymonli ekan, demak mu'min musulmon Allohdan kelgan xabarlarga bir cheksiz ishonuvchi, ham aligi ishonuv sababli o'zining o'ylarin, so'zlarin ham amallarin Allohga yaroqli etuvchi. Agar da endi kishi iymonsiz ekan, ol Allohdan kelgan xabarlarni inkor etuvchi. Ni uchun inkor etuvchi? Chunki Alloh so'zlarin shinga olmovchi, fikrlab, o'ylab qaramovchi. O'zin yo'qdan bor etgan Robbisin unutuv sababli takabbirlanuvchi, jannat jahannam turindagi xabarlarga ishonmovchi, ya bo'lmasa qiluvchi. Ammo lekin jahannam g'azobi turindagi Qur'on ham hadis xabarlari birda kulki, ham shoyarib siyli turgan so'zlar tugil. Ni uchun? Chunki yer yuzida yashovimiz ol bir topqirgina. Ikkinchi topqir yer yuzida yasharga mumkinlik bo'lmayacak. Mana Qur'on aytadi. Qisqagina bo'lgan umrni tilasa nishik o'zdiru ol aqlsizlik ham o'zimiz uchun o'zimiz zolimlik qiluvimiz bo'lacak. Misol uchun Alloh Qur'onda Qur'on yo'lidan bormisha kafir bo'lgan kishilarga jahannam g'azobidir. Ularga anda o'lim bilan hukm bo'lmas. O'lsalar g'azobdan qutular edilar. Ham ulardan jahannam g'azobi ozgina da yengillaytilmas. Naq shulay g'azob qilashaqmiz har bir iymonsizni deb aytdi. Qur'on Alloh so'zi deganni anglatadi. Kafir ol Alloh so'zlarini inkor etuvchi. O'lim bilan hukm bo'lmas degan so'z jahannam kishilari g'azobdan qutular uchun o'lim so'rarlar degan so'z. Alloh Taala davom etdi. Ular g'azobning qotiligidan qishqirishirlar. Ey Robbimiz, bizni jahannamdan chiqar. Alik qilgan yovuz ishlarimizdan boshqa izgi amallar qilar edik deyarlar. Alloh aytir: agar va'zlana turgan bo'lsangiz, biz sizga va'zlanirlik uzun umr bermadikmi? Ham sizni va'zlovchi Qur'on ham payg'ambar kelmadimi? Endi g'azobning oshisin totig'iz. Zolimlarga oxiratda yordamchi yo'q, deb Alloh Taala Fatir surasining 36-37 oyatlarida aytadi. Alik qilgan yovuz ishlarimiz degan so'z Allohni tanimagan degan so'z. Ham kishi o'ylarga mumkin: men bit noshar kishi tugil, chunki men kishilarga, jamiyatga nosharlik ishlamayim, kirisincha foyda keltiram deb. Ayi, kishilarning haqlarini o'tav ol bek yaxshi. Lekin bit Allohning da haqlari bor. Alloh oldinda burchlarimiz bor. Alla biz o'liymizmi? Alloh Taala bizni ham biz kishilar uchun g'alamlarni bulaygina bor etdimi deb. Voyimsiz bo'lib, bir narsa to'g'rida da o'ylamaycha, bir nindi yuklamalarsiz, burchlarsiz dunyoga keldikmi deb. Yo'q, albatta. Bizning burch Allohga iymon keltiruv. Allohdan ingan xabarlarga iymon keltiruv. Iymon keltirgan kishi ol mu'min musulmon bo'ladigan edik. Mu'min musulmon Allohdan kelgan xabarlarga bir cheksiz ishonuvchi, ham aligi ishonuv sababli o'zining o'ylarin, so'zlarin ham amallarin Allohga yaroqli etuvchi. Iymoni orqasida Allohning rahmati bilan igi dunyo baxtına erishuvchi. Endi Allohdan kelgan xabarlarga iymon keltirmisha inkor etib, yo'q deyuvchi. Ol o'zining Robbisina qarshi chiquvchi bo'lar. Ol kufrlikda bo'luvchi ham Allohning oshuvuna dushar bo'luvchi. Alloh Taala bizni har barchamizni iymonli etsang edi. Amin.